Assalomu alaykum. Ushbu videoda siz bilan Zexingoh marketda sotuvchi bo'lish jarayonini bosqichma-bosqich ko'rib chiqamiz. Agar siz Zexingoh marketda o'z tovarlaringizni joylashtirib, onlayn savdoni boshlamoqchi bo'lsangiz, bu dars siz uchun. Zexingoh marketda sotuvchi bo'lish jarayoni juda oddiy. Buning uchun siz faqat Telegram orqali Zexingoh market adminga murojaat qilishingiz kifoya. Murojaatda siz Zexingoh marketda sotuvchi bo'lishni istayotganingizni bildirasiz va quyidagi ma'lumotlarni yuborasiz. To'liq ismingiz, faol telefon raqamingiz, elektron pochtangiz va ochilayotgan do'kon nomi. Shu ma'lumotlar administratorga kerak bo'ladi, chunki ular sizning sotuvchi profilingizni yaratishda ishlatiladi. Administrator siz yuborgan ma'lumotlarni ko'rib chiqadi. Agar hammasi to'g'ri bo'lsa, sizga Zexingoh market sotuvchi dasturiga kirish huquqi beriladi. Shundan so'ng siz Zexingoh marketning sotuvchi paneliga kirish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Endi siz tovarlaringizni joylashtirishingiz, do'koningizdan sozlashingiz va savdoni boshlashingiz mumkin bo'ladi. Shu tariqa Zexingoh marketda sotuvchi bo'lish juda oson va tez amalga oshiriladi. Keyingi darsda biz sizning profil sahifangizni sozlash jarayonini bosqichma-bosqich ko'rib chiqamiz. Diqqat bilan tomosha qilganingiz uchun rahmat. Assalomu alaykum.